Yoki nima qildingiz? Bugungi mashinamiz traktor mashinasi deydimi yoki trekkermi bu? Turbinaga metan qo'yib qo'ydik. Turbinaga metan qo'ydik. Ishlashini ko'ringlar endi. Turishini o'zi tekis terilgandi. Farsumkalari, reduktor, X original reduktor, zapravочный turishi mana. Zapravочныйni ham bor, zapravkaga kirgan paytda xalaqit bermaydigan qilib, mana bu yerdan bitta ulaydi bo'ldi shu bilan. Turklar akkuratniy tortilgan. 0.3 скоростной farsumkalar. Soldatlarga o'xshab taxlanib turibdi. Uchalasi bor, shunda stroy. Akkuratniy. Neylon tashalgan ichiga aralashib ketmasligi uchun havo. Zajganiyalarni surib berish uchun variator qo'yilgan. OBD funksiyali miya qo'yilgan. 8 OBD. Xullas mashinaning tortishi zo'r. Bu yog'ini bitta ko'ringlar, bu yog'ini. Kim deydi-ku mana. Bu Oh, turishini mana. Buni bor-ku, raketa bilan urib ham ko'chirib bo'lmaydigan darajada qotirilganda bor-ku, shunaqa moshina qotirilgan, gap so'z yo'q. Chotga qotirilgan. Kimga shunaqa xizmatlarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, Megastarga kelaverasizlar. Allo bilan nomerlarimizni shunday qo'yib qo'yamiz pastga. Aloqalarimiz. Hurmatda sizlar.